Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Demak, bugun biz sizlar bilan yangi bir video yasaymiz, ya'ni video olamiz. Bu yerda eng kuchli Buxoro hukmdori kim, shuni aniqlaymiz. Xo'p, demak, avvalo shuni aytish kerak, Buxoro xonligi va Buxoro amirligi hukmdorlari. O'z aslida Buxoro xonligi bo'lganmi yoki amirligi bo'lganmi, shu savolga javob berib o'tishni lozim ko'rdik. Demak, Buxoro xonligiga 1533-yili Ubaydullohxon asos solgan va 1756-yilgacha bu davlatni xonlar boshqargan. 1756-yilda esa Muhammad Rahimbey kelishi bilan u o'ziga amir degan unvon olgan, chunki Mang'itlar sulolasidan bo'lgan bu hukmdor Chingizxon naslidan bo'lmagani tufayli o'zini amir deb atagan. Shu tufayli Buxoro amirligi deb atalgan bu davlat. Xo'p, demak, Buxoro amirlari esa 1920-yilgacha hukmronlik qilishgan. Demak, bizda Buxoro xonligi Shayboniylar, Ashtarxoniylar va Mang'itlar sulolasi bor. Demak, shu suloladan bo'lgan hukmdorlar orasida eng kuchlisi, o'z davrining eng yaxshisi kim bo'lganini aniqlaymiz. Xo'p, demak, birinchi kimlar bor? Ubaydullohxon birinchisiga, ikkinchisi Abdulmo'min. Xo'p, Ubaydullohxon va Abdulmo'minxon. Xo'p, Ubaydullohxon 1533-yili Buxoro xonligining asoschisi bo'lgan. Ubaydullohxon asosan o'zining harbiy yurishlari bilan, asosan Safaviylarga qarshi kurashi bilan mashhur, yurtimizdan o'sha Safaviy shiyalarni haydab chiqargan. Buxoro xonligini mustaqil davlatga aylantirilishda, hukmdor bo'lishidan oldin ham, hukmdor bo'lgandan keyin ham zuyatda xizmat qilgan. Va u Buxoro xonligining tom ma'noda asosi hisoblanadi. Ikkinchisi esa kim edi? Abdulmo'minxon. Bu Shayboniy Abdulmo'minxon Shayboniy hukmdorlarning eng kuchlisi bo'lmish, Abdullohxon ikkining farzandi. U o'sha 1598-yilgi otasini qozoqlar yurish ketayotgan vaqtda zaharlab o'ldirilgan degan bir gumon bilan ayblanadi. Ya'ni bu aniqmi yoki yolg'onmi, tarixiy ma'lumotlar aniq keltirilmagan, lekin uning hukmronligi yili 6 oyga yetib bormasdan bo'lgan. Shuning uchun ham bu yerda kuchlirog'i Ubaydullohxon deb olamiz. Xo'p, keyingisi Olimxon va Pirmuhammadxon ikki. Xo'p, Buxoro amiri, Buxoroning so'nggi amiri Olimxon. Xo'p, Olimxon davri asosan siyosiy nizolar bilan, ya'ni qo'zg'olonlar bilan kechdi. Ayniqsa uning hukmronligining so'nggi yili Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi yoki bolsheviklar tomonidan bosib olinishi bilan kechdi. Olimxon o'z harbiy faoliyati bilan u qadar mashhur emas. Asosan uni O'rta Osiyo yoki Buxoro tarixida eng qora sahifalar uning davri bilan bog'liq. Ikkinchi hukmdor kim edi? Pirmuhammadxon ikki. Pirmuhammadxon ikki ham taxminan aynan shunday, lekin Pirmuhammad ikki Olimxonga qaraganda davlatni birlashtirishga harakat qilgan. Eng qizig'i, har ikkalasi ham o'z sulolasining so'nggi vakillari hisoblanadi. Xo'p, bu yerda juda ham qiyin. Demak, asosan bu yerda olganimizda Pirmuhammad ikki kuchliroq. Demak, Olimxon emas, balki Pirmuhammad ikki kuchliroq deb bilamiz. Amir Nasrulloh Shayboniyxon avlodidan bo'lgan Abdulazizxon. Xo'p, Amir Nasrulloh va Abdulazizxon. Demak, Amir Nasrulloh Buxorodagi Mang'it amirlaridan, Buxoro amirligidagi siyosiy nizolarga barham bergan, Buxoro amirligini birlashtirishga harakat qilgan. Hattoki 1842-yil Qo'qon xonligini bosib olish bilan mashhur. Xo'p, keyingisi esa Shayboniy Abdulazizxon. Bu o'sha Ubaydullohxon, ya'ni Buxoro xonligi asoschisi Ubaydullohxon farzandi. U hech qancha hukmronlik qilmagan, asosan Shayboniylar davlatini zaiflashishi, markaziy hokimiyat kuchsizlangan davrda taxtga chiqqan. Ya'ni bu ikkisini taqqoslaganimizda bu yerda kuchliroq Amir Nasrulloh bo'ladi. Abdulazizxondan ko'ra kuchliroq, ko'proq ishga ulgurgan va ko'proq harbiy muvaffaqiyatga erishgan. Keyingisi Abdullohxon I va Ashtarxoniylar avlodidan bo'lgan Abdulazizxon. Xo'p, Abdullohxon I Ko'chunchixonning farzandi. Abdullohxon I davri ham u qadar muvaffaqiyatli bo'lmagan. U atiga bir necha oy yoki 5 oy yoki 6 oy hukm surgan. Ya'ni 1540-yil Ubaydullohxondan keyin taxtga chiqqan va hukmronligi u qadar yaxshi bo'lmagan. Ya'ni harbiy muvaffaqiyat deyarli yo'q. Ya'ni bajarikli, ya'ni
muvaffaqiyatli bir hukmdor emas. Shuning uchun ham bu yerda ikkinchi shaxs kim edi? Ashtraxoniy Abdulazizxon. Ashtarxoniy Abdulazizxon juda ham yaxshi hukmdor. Uning davrida Buxoro xonligida bir qancha siyosiy muvaffaqiyatlar amalga oshirilgan. Masalan, Balx shahri hujum qilib, Balx shahrini qaytarib olgan hindistonliklardan. Ya'ni bu yerda Abdulazizxon g'olib. Xo'p, keyingisi. Amir Nasrulloh va Vali Muhammad. Xo'p, Amir Nasrulloh va Vali Muhammad. Xo'p, Amir Nasrulloh va Vali Muhammad 1605-11-yillarda hukmronlik qilgan Buxoro xoni Ashtarxoniylardan. Vali Muhammad asosan dastlabki yillarda harbiy muvaffaqiyatga erishgan, lekin keyinchalik Eron davlatining siyosiy nizolariga kirib, o'zi jiyani Imom Qulxon tomonidan taxtdan ag'darilgan. Xo'p, Amir Nasrulloh ham bu yerda nisbatan Vali Muhammaddan ko'ra ko'proq harbiy muvaffaqiyatga erishgan. Shuning uchun ham bu yerda biz yana Amir Nasrullohni tanlashga majburmiz. Amir Nasrulloh bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Amir Muzaffar Vali Muhammad. Amir Muzaffar va Vali Muhammad. Vali Muhammad. Vali Muhammad hozir tanladi-yu. Nadir Muhammadmi? Hozir Nadir Muhammad aytyapsan. Boshqatdan aytaylik, shu joyga kesib olamiz. Demak. Xo'p, keyingisi. Amir Muzaffar Nadir Muhammad. Xo'p, Amir Muzaffar va Nadir Muhammad. Nadir Muhammad Ashtarxoniylarni 1642-45-yillarda boshqargan hukmdori. Keyingisi esa kim edi? Amir Muzaffar. Amir Muzaffar. Amir Muzaffar va Nadir Muhammadni olganimizda har ikkalasi ham muvaffaqiyatsizliklari bilan mashhur. Ayniqsa Nadir Muhammad hukmronlik yillari Imom Qulxondan keyin birlashtirilgan, to'plangan, kuchaytirilgan davlatni zaiflashtirgani bilan mashhur. Amir Muzaffar esa undan ham ko'proq muvaffaqiyatsizlikka uchragan, ya'ni u o'zining siyosiy kaltabinligi, o'zini siyosiy bir donosizligi tufayli Buxoro amirligini ruslarga qaram bo'lib qolishda juda ham katta rol o'ynagan. Shuning uchun ham bu yerda har ikkisi ham o'z aslida u qadar muvaffaqiyatli hukmdor emas, lekin biz bu yerda iloji yo'q ravishda Nadir Muhammadni tanlaymiz. Muzaffardan ko'ra ancha yaxshiroq hukmdor hisoblanadi. Imom Qulxon va Doniyorbek. Imom Qulxon va Doniyorbek otali. Xo'p, Imom Qulxon Ashtarxoniylar sulolasining eng mashhur vakili, 1611-yildan 42-yilgacha hukmronlik qilgan, Toshkentni qozoqlardan qaytarib olgani bilan mashhur. Uning davri juda ham muvaffaqiyatli davr bo'ldi. Buxoro xonligi Ashtarxoniylar davrida rivojlandi va markaziy hokimiyat mustahkamlandi. Imom Qulxonni adolat haqida gaplar ketadi. U juda ham adolatli hukmdor bo'lgan. Uni qarshisida kim bor edi? Doniyorbek. Doniyorbek otaliq ikkinchi Buxoro amirlaridan biri hisoblanadi. Xo'p, Doniyorbek otaliq u qadar muvaffaqiyatli harbiy ishlar olib bora olmagan. Uning davri qo'zg'olonlar bilan, muvaffaqiyatsizliklar bilan ketgan va oxiri o'g'li Shohmurodga taxtni topshirishga majbur bo'lgan. Shuning uchun ham bu yerda biz Imom Qulxonni tanlayapmiz. Demak, bu yerda chiqib ketyapti Doniyorbek otaliq. Xo'p, keyingisi Abdullaxon 2, Abdulfayzxon. Abdullaxon 2 va Abdulfayzxon. Biri Buxoro xonligining eng kuchli hukmdori, biri esa Buxoro xonligining eng zaif hukmdori sanaladi. Shubhasiz bu yerda izoh berish hojat yo'q. Abdullaxon 2 kim edi? Abdullaxon 2 Timurdan keyingi yurtimizda eng ko'zga ko'ringan siyosiy davlat arbobi, hukmdor hisoblangan. Uning davrida Moron, Nahr, Xuroson va Xorazm birlashtirilgani bilan mashhur. Eronga qarshi bir qancha muvaffaqiyatli harbiy yurishlar, Rossiya, Eron, Usmonli turklar va Hindiston bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalar yo'lga qo'ygan. Ya'ni Abdullaxon 2 bu yerda juda ham taniqli va obro'li hukmdor hisoblanadi, muvaffaqiyatli hukmdor hisoblanadi. Abdulfayzxon esa Buxoro xonligining so'nggi eng kuchsiz, hattoki farmonlari Registondan nariyoqqa o'tmagan bir hukmdor hisoblanadi. Hatto o'zi ham aytgan, menga Registonda oldi tinch bo'lsa bo'lgani deb ta'kidlagan. Ya'ni bunday hukmdor bilan bunday hukmdor solishtirganimizda albatta Abdullaxon 2 bu yerda juda ham bir muvaffaqiyatli hukmdor bo'lib g'alaba qozonadi. Abdulfayzxon esa uni oldida muvaffaqiyat qozona olmaydi. Demak, bu yerda Abdullaxon 2. Boqi Muhammad va Navro'z Ahmadxon. Xo'p, Navro'z Ahmadxon Suyunch xo'jani farzandi, ya'ni Buxoro xonlaridan. Navro'z Ahmadxon davri asosan siyosiy boshboldorliklar, siyosiy nizolar bilan kechdi.
Uning davrida Buxoro xonligi Shayboniylar hukmronligi ostida parchalanib ketdi. Navro'z Ahmad uni birlashtirishga harakat qildi. Bir qancha siyosiy ittifoqlar tuzdi, lekin alal oqibat muvaffaqiyat qozona olmasdan 1556-yil vafot etdi. Ikkinchisi kim edi? Boqi Muhammad. Boqi Muhammad esa Ashtarxoniylar sulolasining birinchi vakili, Shayboniylar sulolasiga barham berdi. Uning davrida Eron shiyalarini hujumi qaytarildi, Balx shahriga qilingan va Balx shahri qutqarib qolindi. Qisqa qilib aytganda bu yerda Boqi Muhammad qarshisidagi Navro'z Ahmaddan ko'ra anchagina yaxshi va qudratli hukmdor sanaladi. Demak, Boqi Muhammad yaxshiroq hukmdor hisoblanadi bu yerda. Xo'p, keyingisi. Iskandarxon va Ubaydullohxon 2. Xo'p, Iskandarxon va Ubaydullohxon 2. Iskandarxon Abdullohxon ikkining otasi, tom ma'noda qo'g'irsoq hukmdor desak ham bo'ladi, chunki davlat ishlari butunlay uning o'g'li Abdullohxon ikkining qo'lida. Abdullohxon 2 bu yerda to'laqonli davlatning rahbari hisoblangan. Iskandarxon esa nomigagina, ya'ni katta Shayboniy bo'lgani uchun o'tkazilgan taxtga. Ikkinchisi esa kim edi? Ubaydullohxon 2. Ubaydullohxon 2 Ashtarxoniylar vakili. U Ashtarxoniylar davlatini birlashtirishga, markaziy hokimiyatni kuchaytirishga, islohotlar orqali davlatni jonlantirishga harakat qilgan bir hukmdor sanaladi. Shuning uchun ham bu yerda Ubaydullohxon 2 anchagina muvaffaqiyatli hukmdor sanaladi. Narigi, ya'ni ikkinchi hukmdor kim edi? Iskandarxon. Iskandarxondan ko'ra anchagina yaxshiroq hukmdor bu yerda. Demak, javob Ubaydullohxon 2 bo'ladi, kuchliroq hukmdor. Keyingisi. Pir Muhammad 1, Subhonqulixon. Pir Muhammad 1 ham xuddi Iskandar sulton kabi qo'rsoq hukmdor, amalda davlat hokimiyati Abdullohxon 2ning qo'lida. U ham deyarli faqatgina o'sha jiyanini boshqarayotgan davlatning rahbari bo'lgan xolos. Uning taxtga chiqishi faqatgina katta Shayboniy bo'lgani bilan izohlanadi. Agar u katta Shayboniy bo'lmaganda edi, hattoki taxtga ham chiqa olmasdi. Xo'p, uning qarshisida esa kim edi? Subhonqulixon. Subhonqulixon 1681-1702-yillarda hukmronlik qilgan. Juda ham ko'p nizolar bilan kechgan. Uning davrida to'g'ri, u ham juda ham muvaffaqiyatli ishlar olib bora olmadi. Uning davri Xiva xonlari bilan turli xil urushlar bilan kechdi. Alal oqibat 1688-yil Xivani bo'ysundirishga erishdi. Bu yerda harbiy muvaffaqiyatimiz yetarli. Demak, u Pir Muhammad 1dan ko'ra ancha yaxshiroq, ya'ni bu yerda javob Subhonqulixon bo'ladi. Keyingisi Abdulahadxon va Muhammad Rahimbiy. Abdulahadxon va Muhammad Rahimbiy. Abdulahadxon 1885-1910-yillarda hukmronlik qilgan. Buxoroning so'nggi emas, ya'ni so'nggi rog'laridan biri, ya'ni oxiridan ikkinchisi ham bo'ladi. Abdulahadxon asosan rus hukmi ostida qo'rsoq bir hukmdor, to'g'ri ichki ishlardan mustaqil, lekin deyarli harbiy muvaffaqiyatlari yo'q, islohotlari ham deyarli yo'q, faqatgina ruslarga tovon to'lash bilan cheklangan, o'zini hukmronligini hech qanday bir namoyish eta olmagan bir hukmdor. Uning qarshisida kim edi? Muhammad Rahimbiy. Muhammad Rahimbiy Buxoro amirligining asosi hisoblanadi. Muhammad Rahimbiy taxtga chiqar ekan, umuman Chingizxondan qolgan tizimni tugatib, Buxoro amiri sifatida taxtga chiqdi, xon emas. Uni amir deb taxtga chiqishining sababi Ma'notlar sulolasi Amir al-Mo'minin sanalardi. Shuning uchun ham mo'minlar amiri sifatida ular taxtga chiqishdi va o'zlarini amir deb atashdi. Ular bir davlatning nomini o'zgarishiga sababchi bo'lishdi. Muhammad Rahimbiy Ashtarxoniylardan keyin parchalanib ketgan davlatni birlashtirishga harakat qilish bilan juda ham mashhur. Shuning uchun ham bu yerda Muhammad Rahimbiy anchagina kuchliroq hisoblanadi Amir Abdulahaddan. Demak, keyingisi Burxon sulton va Amir Husayn. Burxon sulton va Amir Husayn. Burxon sulton asosan Abdullohxon 2, ya'ni 1552-56-yillarda hukmronlik qilgan. Abdullohxon 2 bilan bir qancha siyosiy nizolarga kirishgan, Navro'z Ahmad bilan kurashgan, ya'ni o'zini hukmronligini mustahkamlashga harakat qilgan Shayboniy hukmdor sanaladi. Uni qarshisida esa Amir Husayn bor edi. Amir Husayn Amir Haydarning farzandi, taxtga chiqishi bilanoq yiqitilgan, deyarli hukmronlik qila olmagan, 1826-yilda o'zidayoq taxtdan yiqitilgan hukmdor sanaladi. Shuning uchun ham bu yerda Burxon sulton anchagina muvaffaqiyatli va yaxshiroq hukmdor hisoblangan o'z davri uchun. Keyingisi Shohmurod va Amir Haydar. Shohmurod va Amir Haydar. Xo'p, ota o'g'il, Amir Shohmurod 1785-1800, uning farzandi Amir Haydar esa 1800-1826. Xo'p, Amir Shohmurod kim? Amir Shohmurod otasi Doniyolbiydan keyin taxtga chiqqan.
Uning davrida 25 marta Eron ustiga harbiy safar qilingan. Bu hukmdor demak bir yilda o'rtacha aytilishi bo'yicha bitta, ya'ni boshdan oyoq kiyim kiygan xolos. Uning asosiy hayoti tasavvuf bilan, islom axloqi bilan kesishgan. Hatto xalqi unga Amir Ma'sum, ya'ni begunoh amir degan bir sharafli nom bergan. Xo'p, Amir Shohmurod asosan iqtisodiy islohotlar bilan va bugungi vayron, o'sha paytda vayron bo'lgan Samarqandni bugungi holatiga kelishida juda ham katta sababchi bo'lgan shaxs sanaladi. Uning islohotlari, uning davrida amalga oshirgan iqtisodiy, siyosiy faoliyatlar juda ham mashhur. Ikkinchisi esa uning o'g'li Amir Haydar. Amir Haydar davri u qadar muvaffaqiyatli emas. To'g'ri, uning dastlabki yillari islohotlar bilan Buxoro amirligini kuchaytirish bilan o'tdi, lekin keyingi davr ukasiga qarshi isyonlarni bostirish, 1804-yilda Din Nosibek isyonini bostirish uchun qo'shin jo'natdi. Martdagi Sulton bandini buzib yubordi. Martda aholisini ancha bir qiyin ahvolga solib qo'yapti. Undan keyingi isyonlarni bostira olmadi, chunki kasal edi. Qisqasi, Amir Haydar davri, Amir Haydar o'zi juda ham yaxshi hukmdor. Har ikkisiga ham hurmatim bor, lekin bu yerda Amir Shohmurod, ya'ni Amir Haydarning dadasi Amir Haydardan ko'ra anchagina yaxshiroq, demak javob Shohmurod bo'ladi. Xo'p, demak, endi boshida demak har bitta hukmdorga izoh berib chiqdik. Endi bu yo'lga faqatgina qaysi birisi kuchliligini aytamiz xolos. Xo'p, demak, keyingisi kim ekan? Aytavering. Ubaydullohxon, Pir Muhammadxon 2. Xo'p, Ubaydullohxon va Pir Muhammad 2. Ubaydullohxonni aytdik, u davlat asoschisi, u bir davlatning tamsilchisi, Eronliklarga qarshi kurashgan. Shuning uchun ham bu yerda Pir Muhammad 2 dan ko'ra ancha kuchliroq Ubaydullohxon bo'ladi. Ashtraxoniy Abdulazizxon, Amir Nasrulloh. Xo'p, Abdulazizxon va Amir Nasrulloh, bu yerda Abdulazizxon harbiy muvaffaqiyatlari Amir Nasrullohdan ko'ra ko'proq bo'lgan. Bu yerda aynan Ashtarxoniy Abdulazizxonni tanlaymiz. Imomqulixon va Nadir Muhammad. Imomqulixon va Nadir Muhammad, bu yerda Imomqulixon davlatni to'plagan, kuchaytirgan shaxs, Nadir Muhammad esa barbod qilgan shaxs. Shuning uchun ham bu yerda Imomqulixonni olamiz. Abdullohxon 2 va Ubaydullohxon 2. Abdullohxon 2 va Ubaydullohxon 2. Abdullohxon 2 eng kuchli Buxoro hukmdori sanaladi, ya'ni eng kuchli Buxoro xonlaridan biri sanaladi. Shuning uchun ham bu yerda Ubaydullohxon 2 dan ko'ra Abdullohxon 2 anchagina kuchliroq. Burxon Sulton va Subhonqulixon. Burxon Sulton va Subhonqulixon. Burxon Sulton asosan eski kurashlar bilan ketishgan. Subhonqulixon Xiva xonligi bilan qo'shib olgani bilan mashhur. Harbiy hiylakor hukmdor. Shuning uchun ham Subhonqulixon Burxon Sultondan ko'ra ancha yaxshi va mashhurroq. Shohmurod va Muhammad Rahimbiy. Xo'p, Shohmurod va Muhammad Rahimbiy davlatga asos soldi. Shohmurod uni kuchaytirib iqtisodiy asoslarni yaratdi, Samarqandni tikladi. Shuning uchun ham Shohmurod kuchliroq. Xo'p, demak, keyingisi Ubaydullohxon 1 va Amir Nasrulloh. Xo'p, Ubaydullohxon va Amir Nasrulloh, bu yerda Ubaydullohxon demak Amir Nasrullohdan ko'ra anchagina muvaffaqiyatli hukmdor hisoblanadi. Ubaydullohxon da olamiz, ya'ni Ubaydullohxon muvaffaqiyatliroq va yaxshiroq hukmdor Nasrullohga qaraganda. Boqi Muhammad va Abdullohxon 2. Xo'p, Boqi Muhammad Ashtarxoniylar asoschisi, lekin Abdullohxon 2 anchagina kuchli, juda katta mintaqani birlashtirgan, juda katta harbiy muvaffaqiyatlar bilan mashhur Abdullohxon 2 bo'ladi bu yerda. Imomqulixon va Shohmurod. Xo'p, Imomqulixon va Shohmurod har ikkisi ham kuchli, bir-biriga xislat jihatdan yaqin hukmdorlar. Xo'p, demak, harbiy siyosiy jihatdan olganimizda bu yerda Shohmurod iqtisodiy islohotlari bilan Imomqulixondan ko'ra ustunroq turadi. Demak, men javobim Shohmurod. Keyingisi Shohmurod va Ubaydullohxon. Xo'p, Shohmurod va Ubaydullohxon. Shohmurod va Ubaydullohxon o'rtasida demak javob Ubaydullohxon keskin. To'g'ri, Shohmurod juda ham yaxshi hukmdor, islohotlarga boy, juda ham bir halol hukmdor bo'lgan, lekin Ubaydullohxon ham undan qolishmaydi. Uning harbiy muvaffaqiyatlari Shohmuroddan ko'ra ancha ko'p va yurtimiz tarixi uchun muhimroq. Shuning uchun ham javob Ubaydullohxon bo'ladi. Abdullohxon 2 va Ubaydullohxon. Xo'p, demak final qismi. Eng yaxshi Buxoro hukmdori kim? Ubaydullohxonmi yoki Abdullohxon 2 mi? Xo'p, Ubaydullohxon shiyalarga qarshi kurashdi, buni aytdik. Abdullohxon 2 esa davlatni, mintaqani, 7 ta hududlarni birlashtirdi. Uning davrida Morom, Nahr, Xorazm, Xuroson birlashtirildi. Xurosonning 7 ta qismi birlashtirildi. Eronliklarga qarshi kurashildi. Ubaydullohxon davri ham taxminan shunday, lekin Ubaydullohxon davrida
ham Xorazm egallandi, lekin Xorasonni u qadar katta qismi bo'ysundirila olmadi. Xo'p, demak bu yerda har ikkisi ham juda yaxshi hukmdor bo'lgan, o'z davrining eng qudratli o'zbek xollaridan, lekin javob keskin va shubhasiz Abdullaxon II bo'ladi. Abdullaxon II eng kuchli Buxoro hukmdori sanaladi. Ya'ni bizni bugungi ko'rsatuvimizni asosiy g'olibi, eng yaxshi Buxoro hukmdori kim degan savolga javob bu Abdullaxon II hisoblanadi. Hop, bu bizning shaxsiy fikrimiz. Sizningcha eng yaxshi Buxoro hukmdori kim? Izohlarda qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.